Assalamu alaikum, hörmetli qarindoshlarım. Men Qernishalan Emjala. Bugungi programmam biroz kechikib ketib qoldi. Chunki aviam balkim ko'rganga Turkiya va Kanadadagi qarindoshlarimiz bilan birga Turkiyada bo'layotgan bir ahvolga qarata o'zimizning bir erkin programma qilish orqali o'zimizning ko'z qarashlarini o'tirib qo'ygan edik. Shu jarayonda vaqtimiz biroz fiyadan o'qib qoldik. Shu vajidan kechikib qoldim demoqchi. Bugungi programmamni asosligi shu Xitoy bilan Talibanlar o'tirishga munosabat. Ya'ni Xitoy Talibanlarni nima qila olamdi, kontrol qila olamdi degan mazmunda o'zimning ko'z qarashimni so'zlamoqchi. Bundan minglar xabaringizda bor, hozir 7 ayning 28 kuni Xitoy mush Tianjinda Talibanlarning shu tashviqot va siyosiy markazdagi bir 9 kishilik hay'atni qabul qilgan bo'ldi. Bu hay'atning turish yeri Qatar hozir. Bu Talibanning asosiy markazi. Tehi Afg'onistonga o'tkazilmadi. Afg'onistonda balkim jang qilayotgan askarlar, qo'mondonlar bo'lsa-mu, lekin asosliq minisi davlatning apparati hozir Qatarda. Talibanning apparati bunday tuzilganki 50 kishilik nimasi bor ekan. İdara heyeti deymiz. Meclisde 50 kişi var ekan. Meclisning ostida 7 kishidan tarkib topgan nima bor ekan. Nimalar kontrol qiladigan. Hozir bu hukumat ish yurgizayotgan hukumat deymizda, vaqtli hukumat bo'lsa-mu, ish yurgizayotganini kontrol qiladigan bir hay'at bor ekan. Uning ichidagi bir tarmoq hozir Xitoy bilan ko'rishga kelgan diniy va nima dedi. Ashuni tutilgan bir guruh kelgan bo'ldi. Bu guruhdagi maosh kelgan shu bizim molladagi odamning asosliq nimasi hozirgi bosh ministr darajalik huquq vasi davlat qurilib qolsa, shunchalik shakldagi huquqqa ega odamga. Demak, Xitoy buni darhol nimaga kelib, bu Amerikadan muavin tashqi ishlar ministri ayolni uzatib o'tgandan keyin darhol Tianjinga kelib, bu bilan bir ko'rishgan bo'ldi. Bu odamda xalqaro berayotgan signal endi. Men o'sha qanday Talibanlar aplab-chaplab bir Talibanlar menga bir yilinyotdi. Buni aplab-chaplab o'zim gram qilib olaman deb endi buni nimalar maqtab burun ay terrorchi yo ay aqshko'kchi deb muxoliflar nimalardan aytdi. Mo'tadil, hukumat tutgan, buningdagi hukumat tutgan bir odamlar, bu Afg'on taliblari, boshqa odamlar, ammo Pokiston taliblari nachar odamlar deb bunda arib hozir xabarlarda aniqlik bergildi. Xitoy hamda bunda aniqlik berishlik sabab Xitoy xabarlaridan bir qo'g'ab gediklik. Xitoy hamda nimadan qo'g'ab gediklik deganda hamda 20 yil Amerika saqlab, idora qilib, u yerning muqimligini Amerika qo'g'dab degan shaklda bir urush tilini kengaytmay, bir shaklda hisobda Xitoy bo'lgan har xil bir besimlarni azaytib berdi emasmi? Amerikaning qo'llari orqali ushqusiz bombardimonlar nimalar bilan ancha-muncha u yerdagi odamni nima qilgan, bombardimon qilib tugatgan. Unda bo'lgandan keyin hamda Xitoy ashada bir o't ichilib ketib qolarmi? Ashada bir ish bo'lma deganda vatan qarta bir o't ichilmasimi? Biya bo'lmas, chunki oqsab ta'minot bo'lmasa Xitoy bir odamni u yerga urush qilish, uzun muddatli jang qila oladiganligiga ishonmaydi-ku. Chunki bir oqsab ta'minot bo'lishi kerak. Bir urush jang qilamiz desak-ku. Şu Xitoy unda jangning maydonining oqsab ta'minotlanib ketishini, kimning Afg'onistonga bozlab ketishiga ancha bir ko'z yetmaydi, ammo Xitoyning ansirayotgan bir yeri bor. U bo'lsa-mu, bu nima-chu? Bir yo'l bir bel bor. Hozir shu Qashqardan boshlangan yo'l Pokistonning bizim portigacha 3000 kilometr keldi-chu. 3000 kilometrda ayning 7-ayning 14-kuni 9 Xitoy o'ldi. Xitoydan 9 o'ldi. O'lgan Xitoy belki uçup gidiyorlar-chu. Ay bu bunda uygul tursa, elitin bu su qurilish boshlanmay turib va ertaga qurilib qolsa, bu reyslar
poyizlar reslinchkiga o'xshaydi deb jiddiy qo'rqoqlik. Ham o'zimi Pokistondan mush yo'lni qo'g'dash uchun ham Pokistondan 10,000 askar yalloqlikchi 10,000 askar, 10,000 askarning ichida 3,000 askar alayda qismdan keldi. 7,000 odatga normal askar bo'lsa-mu 3,000 alayda qism. Bo'lgandan keyin bularga berilayotgan pul odamni hamma sen chiqarsa pulni men berim deyli Xitoy. Aynan mablag' solama sen bexatarlikni qo'llashga jiningni sen sepirsa, sening adamingni sening bilan joylayman. Ama pulni men beraman. Ama pulni olgandan keyin sen bexatarligimizni kapolat qilsan, mening Xitoyimning bexatarligiga va shu yerdagi aslahalarning bexatarligiga sen kapolat qilsan deb manda to'xtam tuzildik. Shunda Xitoy Pokistondagi nurg'un jiddiy har jamoatlar bilan, har nopus qadamlar bilan jiddiy turda munosabat o'rnatib, ularni pul bilan aldab, ta'til bilan aldab bir yerga olib ketaylikchi. Ama Pokistondagi Talibanlar bilan toza bir so'z kelishilmagachga, undan ancha-muncha peshvoyab, ani kendidan alaqa Beluchiston bir nima degan bir noy bor ekan. Shu yerda bir qurolli qismlar bor ekan. Ulardan ancha-muncha peshvoyab ketib, shu Karachidagi yani 28 yerde bir Xitoyni bir etvit mobilki yaralandi. İki Xitoy ekan to'qmashidan shu bozor ma'qul deganda van ishqiboy o'qilanlar bir Xitoy yaralib o'lmay qoldi-chi. Ama 7-14 xabarini her qaysi kanallarda naytiret berip boy zadi bunun keyindi kimi bunu derhal aniqlab chiqamiz. Zadi bunu aniqlamsak olmaydi. Bunun keyinde Hindistan'dan keyinde Amerika va aqlay va bunun qarqonini biz tepib chiqib qilamiz degan tapanmay jimlashib ketdi, shuklashib ketdi. Shuklashib ketib, chunki bu naytda Xitoy o'zi o'rnatgan shu boshqa shundamiki, nayt texniklik shaklda portlash bo'lgan ekan, buni aniq keyin ham portlatgan odamlar men qildim deydigan odam chiqmagan ekan. Ya u tashkilot ya Pokiston talibanlari bo'lsin, ya qurolli qismlar bo'lsin, hech qaysi men qildim demagan ekan. Xitoy biroz o'ttirda shu Ingilterra taqollab qilib ile Hindistanning bexatarlik qismlaridan gapirib, buni ishkanmini g'ajlab biqib oxirida Birlashgan Millatlar ishlar chiqmay aşağıda xalq tashkilot nimani oldida etibman nimani mat qilmayo Hindistonni aqlay degan. Unga bir yil ketib qoldi. Qaraganda isbot to'liq emas o'xshaydi. Ammo Karachida o'lgan yaralangan Xitoynikidan yomon nima qilinmadi. Boshroqlarman deb Pokistonniki amal qilib shu fuqarolarimizni bir qo'g'di sulta deb qo'ydi. Shuna bilan birga hamda uning bilan deyishlar birga uning bilan davetib turiblam, nima bilan jiddiy tutish qildi. Jiddiy tutish qildi bizga sen birinchi shart emas, Afg'oniston talibanlari bilan. Aşağıdaki bizga qarshi bir maydon hazırlab qolmasa bir. İkincisi oldingi shartda agar sen aşağıda bizden bo'lmaydi deydigan şey olsa aşağıda bir Uyg'urlardan bir Sharq Turkistonda bir terrorchilar bor ekan. Shuni xapamay bir tutib bergan bo'lsam, seni quloqni bir tutib ashuni bir jo'shtirib bersam, lekin mavalning ko'ngli bor ekan deb sana jaraqmat deb sog'an bo'lsam deya keldi. Hamda talibanlar uning qarta ya bir ishkin tutib bermay masamatdan bir ishki soatda dedimi? Yoki unga to'xtab sizlar hujam biz sizning bir nimalarni ko'rlar. Avval biz davlatni tek qurmadik. Şu an biz avval bir nimaga berib Afg'onistonga bir yerlashlar. Yana bir bizning bir aqsab ta'minot mashin pashayani qurollar qo'yu askarlarimizning kiyimlarini bu yandan da qilib beramiz sizning bir ancha-muncha bir hadiyangizni ko'rib uni bir ish qildi dedimi? Yoki bo'lmasa bir qataraq tegib dedimi? Undan qanday deyishni uni bilmaymiz. Lekin balkim talibanlarni aldirab sha'ni berib etmasligi mumkin. Berib yetib qolsa o'ynaydigan ko'zuri yo'q edi-chi. Xitoy asravat qilishi Uyg'ur bilan ana keyin nima shu Pokistondagi bir yo'l bir balo qurilishiningki ta'sir uchmasligini. Aşağıda muvaffaqiyatli qildi. Shu bir dengizning shu qirg'iga bir berib olib, aşağıda bir xotirjam bir shu malnashadi bir ekilib olsam deydigan bir niyati bor Xitoyninki. Ashuni qilsin bo'ldi. Ana keyindan hamda hozir talibanlar bilan aldirablam mushitishmay ya xaplashib ketmay, yumshoq qo'llar bilan bir aldab, tan dada deydi bular. Bir yoqdan suhbat o'tkazib, bir yoqdan ursak, bir yoqdan urushib qo'yib, manda qilib vaqtni sürimiz, bunun tumurunu tutqach bir Allah xalqimizga bir kun tushdi degan shaklda ilib mengavatdi-chu. Hamda unda jarayon qanchalik bo'ldi? Men 9-oyga kelgandan keyin Amerikaning o hozir ayna muavin tashqi ishlar ministrini
Tenjin evetdi, Xitay bilen görüşüp geldi, tumun tutquzdy. Anandan keyin mawa Tashqi ishlar ministri Hindiston qatorliq, Vietnam, keyin Singapur qatorliq bir dövlətlərni u qildi. Keyin dövlət bexatarlik xadimi u bir oya yani gözden keçirgen boldu degendek. Hamda mush üçünün qaytıp bargandan keyin yig'in ta'siratiga asosan andan keyin Amerika o'zining keyingi hozirda Xitoyga u elchisini bekitmadi emasmi? O elchi yo qanday adam qo'lini qanday tutimiz, qanday deyishimiz deganini hamda deyish mumkin. Strategiyamiz. Ama onungacha Xitoy nima ish qildi desanlar, hamma xabarda ko'rgandek, mana Nanjingda bir delta degan bir virusni bizning chiqarib, darhol shaklda 15 shaharga bir qaysi bir shaharda Nanjingda bu yerda bir dramammo, bir san'at kechiligimmo bir meni qilibdi 5 odam yig'ilibdi. Shuni aslida 5 kistada bu kasalni chiqarib, ash kasal orqali 5 odam Xitoyning har qaysi o'lkalariga yo butun dunyoga tarqatib uni bu jiddiy tilda delta degan delta deydi bu virusni chiqadi. Shuni oldi buni darhol hozir qamal qilib, Nanjingni qamal qilib, hozir Nanjingga mualliqa Sanfang doktorxonasi degan jiddiy shaklda 2 kun bitirgan doktorxonada bizni seleblar, shagirdlarni qamablar. Bütün dünyada algı vergimizni hozircha mushtarak kesel bahanesi bilan vaqt ömrümüzni uzatdığımız degan nuqtaga tushdi. Hem keselni boshlig'i taqib etib, o'tgan yil qanday sirasiga tushdik, hem etilib qilib, hech kim ushlanmay, hech kim mang'anmay, hammadan bekinib qilib, ishsizlik ishib, dunyo o'tgan yil foizini ko'rdi ya Xitoy. Shu anda bu ashuna foizini ko'rish uchun hamda bu ash keselni tapdi bu tepib bu hozir bizning vatanda maynaki soat 3'da xalqimizdan o'tib chiqib boshladi. Tekshirimizda bekadima saqadamning buniga bizim tiqib o'ynadi demdi-chu. Nima deganda Xitoy ham mashina bir malmanchilik mashina bir uning ustiga bu har qaysi matbuotlar noit kar tashqilib Xitoydan da bir ish bo'lib kelsa unda ittik tekshir qilmaydi-chu, o'ziga yomon shuldigan bo'lsa. Ama o'ziga foydali shuldigan bo'lib qolsa, u bütün hamma nimalarni kanallardan chiqib silib, voy bu kasalni hozir qattiq qamal qilmasa qolmaydi u. Qattiq tekshirsak buning kuchi burunga chiqqan o'tgan yilgi virusdan yomon kuchli yasab taqdim etib qoldi. 1250 gesi ortiq ekan deb mushtabda nima qiladi. Buni hammani shu qilayotgan shu Xitoycha shu virusni yasayotgan bugungi kunda Amerikadan qo'rqitib qolmaysa deb qo'yadi. Amerikadan qo'rqitib qolmaysining tajribasidan chiqdi. Buni Chisenyo shu vaqtidagi shu sinoqdan olib chiqqan ulgurlarni hozir sinoq qilib o'tibdi deb oliga atib xalqning diqqatini, o'zining xalqining diqqatini oyog'iga burab qo'yib turib, o'zining vaqtida ömrünü uzatadigan kendin mavi Avrupa yo dünyanın Amerika'nın ikinci kılımlık tekşürüşünün kılımız yo degan şunday emas mi Xitoy? Buni bir bana alış kerak. Qanday bana alış kerak deganda keseldan bizni taqiblam hamda ishni taqidaq yoki kesallar ketsa, kesaldan to'xtab turgan deb hamda 3-4 ay, 5-6 ay ishni taqablab demitiblam Xitoy. Ya maska setib, ya onu setib, ya bunu setib Maldivar qag'alliga parxatni mandira berib pulni tepaverdi-chu. Ama boshqa davlatdagi xalqning ishsizligi bu hammasi keyin yomonlashgan gap. Xitoy foydalanib virusni taqib qo'yib, o'zining mana Jonjuda mayna Xitoy 99 adam o'ldi dedi. Ama taxmin qilayotganlar 7000 dan ortiq Xitoy o'lganini da'vatidi. Chunki u yerdagi mashina 200 necha mashina-chu. 200 necha mashina bo'lgandan keyin uni 2ga 3ga peslab jimirsan chiqadi-chu. Shuna Xitoy hamda mushta shakldagi kasallarni qilib qo'yib, andan keyin Talibanlar bilan bir ko'rishib qo'yib, keyin ular Rossiyaga berib kurashdi, Rossiya bilan qattiq tegib, mana Tuniyami bugundan boshladi. Manevrni O'zbekiston, Tojikiston, Rossiya, Afg'oniston chegarasida manevrni boshladi. Kimning kengayib ketmaslik uchun, Talibanning boshqa davlatlarga chegarib kengayib ketmaslik uchun, oldin to'sash uchun. Andan keyin deganda Xitoyning Guangdongni suv bosgan bo'ldi. Andan keyin deganda Xitoy hamda o'zi shu nimadan boshlab ancha-muncha qisqa xabarni nima olsak, o'tib ketib beraman qarindoshlar. Bu Afg'onistonda 7-oydan burun shu Amerika chekinimiz degandek Xitoy 210 nafar xodimini aeroplanga besib ketdi-chu. Ketdi. Hozir hamda bu Xitoyning nimasi avayam deganimdek birisiga
Talibanlı boş kaldı demeye doğrultucu. Talibanlı boş kaldı. Talibanlı meyle İran bilen bolsun, meyle Rusya bilen bolsun, meyle mavi Orta Asya'daki devletler bilen bolsun, meyle Xitay bilen bolsun. Bu oturda devletler bilen münasebetine bir oturdumda bir taşış gerek. Şu onun derhallam Rusya'ya bir şey, anandaki Rusya İran'a bir şey, İran'dan ülkenin Türkiye bilen devletlerden benim de o taraf kopuşu, anandaki bu Xitayga neçe qitim berip ketişi hamda asaslyk meblag silip pulunu alaydigan Xitay şu. Xitay men naq men pulunu dep berip etmedi olga. Ol şu ma yulan yasap berme, ma o nimani ep berme, o muhtemelen bir mucize kol koydurup anikeni üzünün näsini apırıp setep başlaguça. Üzünün adımını apırıp işletip ayna qilib hem üzünün sızlıqını hem o özün biline yani işlep çıkargan mesela simit olsun, kum olsun, anandan keyin ham eşyalarını ama apıp şey setipçi. Xitayning zavod karxanalarının sızlığını to'liqlab turibchi. Hem ularning pul deb qilib nima qiladi. Anandan keyin A davlatining aşsag'an yasab bergan yo'liga, poyezd yo'li olsun, quruqlik yo'li olsun, yoki bo'lmasa seppaga idora yo'li hamma nimasiga A davlatining boyligini oladichi. Masalan, Afg'onistonning nima boyligi bor ekan sanglam, shu yer osti boyligi bek keng ekan. Bular mana shu Göher demdi meni o'xshash shakldagi bir yer osti boyliqlaridan yomon ko'lamlik, ya'ni bir yilda chiqadigan 3 milyar dollarlik nimasi bor ekan. Bir yilda keltiradigan foyzi 3 milyar dollar ekan. Hamda 3 milyar dollar degan oz pul emas. Hamda yani Hindistonning mayli kurash aeroplani orasi, mayli hozirgi Afg'onistonning hukumatini qo'llash olsun. Bu tuyuqsizlarni tunigan bilgan bo'lib qolgan ish emas ekan. Hindiston Afg'onistonga yordam beryapti 30 yildan ishdi. 30 yil o'tdi. 30 yilning yog'i shu kimga bergan yordam summasi 3 milliard dollardan oshar ekan-ku. Demak, bugungi Afg'onistonga aeroplan kirgizishi yoki Afg'onistonga yordam berib deb askar kirgizmi deyishi u bekor gap emas ekan-ku. Yani bir tarafdan Amerikaning rag'batlantirishi bo'lsa, yana bir tarafdan izchil turda 30 yilning yog'i bu Afg'oniston xalqiga har jihatdan yordam berayotgan bir yeri bor ekan. Demakki o'g'limiz Hindistonda tuyuqsizlar o'zining manfaatini o'ylashib qolmayotgan kelib qolgan ish yo'q ekan. Hamda Afg'onistonda yana bir bo'lak bir jamoat bor, yoki bo'lmasa bir millat bor, yana O'zbek yerlik ma'lum. Güney Türkiston deb, Janubiy Turkiston deb bir davlatni qurib olgan, yoki rayonni qo'yib olgan birisi bor, do'stim degan odamning O'zbek onun oğlu ma'lum Turkiyadagi harbiy maktabni tugatib berib hozir shu qo'mondan bo'lib askarlarga nima qilyapti-ku? Talibanlar bilan urush qilyapti ancha-muncha. Demak, o'zini o'z tarafdagi rayonni qo'g'dash va o'zining ta'sirini yo'qotmaslik uchun uni biroz nima qilyapti-da? O har jihatdan qurol yarog' qo'yib, mayli tarbiyalash jihati olsun, biroz Turkiyaning yordami bilan biroz harakat qilayotgan bir chorak qurolliq jamoat shu. Uning ostida hamda yana boshqa kichik qurolliqlar bo'lishi mumkin. Demakchi, hamda biz bu yerda Xitoy uzun muddatli shaklda mayli ishni ishlikni buzib o'tmay, Rossiyaga sen qattiqroq qo'lmay yumshoqroq bo'lay deb bu ikkisi paslashib turib, Rossiya qattiq qo'lroq qilib bu keyin kelsan aqlimda qilib yetimi deb yanchib pul olmagan degan abra yo'kirgan bilan Xitoy unda aldash siyosati qo'y ilgar. Voy bu sizlar degan hukumat osonla sizlarni biz arjatdan yordam qilamiz, sizlarning davlatingizga mablag' solamiz, ochilmaganni ichib beramiz. Buni oldingi shartda amal bo'lsa, mishada bir tinch turib bersanglar, bir kengayib ketmasanglar, sizlarning rayonda, sizlarning bo'lgida, sizlarning tarbiyaning ostida bir sharq turkistonlik bo'lmagan bo'lsa, degan shakldirek yiqilishib turib, ochni ram qilib turib nuqtada o'zining hozirgi Pokistondagi rayonni qo'g'dash va bir yo'l bir belbog'ining unumli shaklda menishi, 7-oyning 14-kundagidek ahvolning ko'payib ketmasligi, bu yerdagi qurollardan qochib ketmasligi. Chunki Pokistonda Xitoy mayli Pokistondagi yerliklarni mayli qanday yerdam chiqib millat va o'xshaydi Xitoyga tegib yuradigan. Shu Xitoyga tegib yuradiganlarni
azraqdan pul elib aşlı bilen balalık qılap bir YouTube qışını qılayotgan bir 5-10 Xitoy hazır. Pokistondagi aşağıdaki hammasini aşkarlab bu milletning mijozi ma'lum ya da mayak mablag' sarflasangiz bunda bo'ladi ya da azan narsa va pulni bunda aldiga bo'ladi degandek shekildagi programmani ishlab shuni bir nima qilayotgancha bular xalq asosini yaratamiz deb bir harakat qilayotgan benimlar bor. Demak nima deganda Xitoymi shu xalqni bir aldab ashuni ichidan o'zini himoya qilgan bir turkum jamoatni hosil qilish. Chunki xalqning ichidan chiqqandan keyin xalqning ichida Xitoyga qarshi bir harakat bo'lib qolib qolsa, shu himoya qilgan xalqlarni to'sash bu taktikani ishlatib Xitoy. Shu Pokiston xalqi ichida har yerda azaraq o'yin qilib turib, uni buni qilib turib, eski guruchlarni sotamagan bundan ashlar berib yetib turib, xuddi bizning aytgan kirgan vaqtida Momorxa bilan sizlar kechki tozlik qilib, bizga yaxshi qilib turib, muadab ba'zi bir xalqni oldigan o'xshash. Hozir Pokistonda nima qiladi, yog'larda uy sepirib, ana keyin bir navratlining pulga ehtiyojli olan qizini elib, ularga bunda bir yaxshi ba'uzur hayotni ko'rsatgan qilib, ularga ait yo'g'on uy sepirib, yo'g'on uy sepganda qilib, deganda qilib, mashina qilib, xalqni aldayotdi. Bir 15 ming 100 Pokistonlik aldash orqali necha million xalqni aldash Xitoyning taktikasi. Uni bu Pokistonlik buni bilmamdi, uni bilmaymiz. Lekin Pokistonda mushta taktiklar orqali o'zining hayotdagi bir yo'l valning taraqqiyotini va buzg'unchilik uchrashini oldini olishni qiladi. Undan keyin jamoat arboblari yoki o'limalari uni buni pul bilan setib olib turardi. Andan keyin deganda, keyin bu qurolli qismlar ularni yoshirin shaklda bir suhbat o'tkazib qataraq kelgan agamolmaga Pokistonning qo'li bilan yoki yushrun qasdligicha o'zining bundaq nimalar bilan qatillari bilan zarb berib olsa, yana ba'zilariga aldash taktikasi asosli pul bilan ularni bir mol dunyo bilan shunday shakldagi yoki bir xil imtiyozlar bilan sud fursatlar bilan berib uni aldab bezlab kadın chiqtirib o'tish taktikasini ishlatib qilyotdi. Bir qarindishim aytibdi, Talibanlarni Uyg'ur setib olgan bo'lsa faqat so'zladi. Endi setib oldimi, setib olmadimi, endi bu setib olgan bo'lsa-mu, misol uchun setib olgan bo'lsa-mu, endi yana bir qo'l sola oladigan nurg'un niya bor. Ham deganimdek, masalan, yerda do'stim bor ekan, yana bir boshqa qurolliq nimalar bor ekan. Demak, agar biz siyosat o'ynaymiz desak, qanday lekin bo'lmasa, hozir va palvon setilib ketdi, oq qo'ldi, ko'k qo'ldi deb buni tillashib qilishning o'rni yo'q. Qanday qilib mushuldan bizga nisbatan qanday foyda olaymiz degan nuqtada o'ylasak, ayt yaxshi bo'ladi. Mushulni Xitoyning anda qazongan mandaq chumush qilganiga bizmi qanday qatag'ib tura olaymiz degan nuqtada o'qisak, mesela aynan Pokistonda nurg'un qarshi kuchlar ekan Xitoyga. Xitoyni yaxshi ko'rmaydigan xalq bor ekan. Xitoy yaxshi ko'rmaydigan Xitoyning bizga qilayotgan zulmga qarshi Xitoyga nafrat o'qiydigan, beddua qiladigan nurg'un insonlar bo'lishi mumkin. Masalan, hukumat Imron Xon setilib ketgani bilan butun Pokiston xalqi setilib ketdi demaymiz. Shunga o'xshash shaklda bir necha turkum bir Talibanning Xitoy viloyatiga uchib qo'ygan yoki ular o'tirib qolganlar Taliban setilib ketdi. Bu demaymiz. Talibanning ichida o'xshamagan ko'z qarashli bo'lishi mumkin, bizni qo'llaydiganlar bo'lishi mumkin. Shu qo'llaydiganlar bilan Xitoyga qanday qarshi tura olamiz? Xitoyning qanday ilmiy kirsini bitit qila olamiz? Xitoyga qanday biz Xitoyning ashi qilayotgan siyosatni qanday foydalanib biz uning qarshilik qila olamiz degan shaklda. Masalan, biz nima qursak bo'ladi? Masalan, Urdu tilidagi Pokistonda Xitoyga qarshi nurg'un xalq bor, nurg'un bizning Urdu tilida vatanimizning ahvolini so'zlaydigan Pokistonda bir necha qarindishimiz bor. Ular rejim ichida so'zlayolmaydigan so'zdan tilingni kesim deydigan tahdidli uchroqliqchi. Biz sirtdiki orada uchun yaxshi biladigan, yaxshi so'zlaydigan qarindoshlarimiz va yoki mushtaq bizdagi bo'layotgan zulmni, yoki amaliy ahvolni, reallikni aks ettiradigan shakldagi programmalarni anglish orqali yoki xalqni mayil qilishimiz kerak. Xalqqa haqiqiy ahvolni yetkazishimiz kerak. Bizning haq turib, biz uni yetkazolmasak, biz uni deb bermasak, u yerda xalqning Xitoyning yolg'on gapini anglablam, siz shunday ekanda deb shuni anglab, nimani anglasa shuni ishni qilgan chiqdi. Shuning uchun biz har xil matbuotlar orqali, har xil masalan, nimada bor YouTuberlar bor masalan, Pokistonda masalan Pokiston sirtida
Mesela Angliya tarafında Pakistanlık qarindoshlar yaşaydi. Shularning orqali ingliz tilida olsun, mayli Pakistan o'rdochi olsun, bu tilda vatanimizning vaziyatini anlaydigan, Xitoyning bir yo'l belbog'ining bir qismi ekanligini bilib, u yerga Xitoy o'zining milini setib bilish, ashadi xalqni mangu qul qilish uchun qilayotgan narsani. Buning tipik misoli Sharq Turkiston ekanligini, buni amaliy misollar bilan bizga qanday qilgan, biz Sharq Turkiston besib olgan Xitoy qanday holatga kirganda, qanday hozir qanday. Demek Xitoy başta şehrini ele alınca hammasini berib o'tadi, qizini berib o'tadi, ham mol-mulkini berib o'tadi, nurg'un narsalarni hadiya qilib o'tadi, mushu pul taqtidi, anandan keyin guruchni taqtidi, un taqtidi, may taqtidi. Taqtib uchun keyin markazga o'zi ishlaydigan qul qilib yoki bo'lmasa o'tirib turibdi inson. Mushundaq vaziyatlarni tushundiradigan, men degan ashno til orqali tushundiradigan bir kanal bo'lish kerak. Yoki biz ashunday kanallarni, ashunday so'zlaydigan insonlar bilan hamkorlashishimiz kerak, yoki o'z ishimizni shundaq bir so'zlaydigan insonni chiqarib, o'sha nimamizni, tashviqot jangimizni davomlashtirishimiz kerak. Bu eng muhim hozir qila oladigan ishlarimizdan birisi. Qarindoshlar. Shuning uchun biz hamda hozirgi Talibanning ahvolini tunishtirishimiz va u yerdagi vaziyatni tunishtirishimiz, Xitoyning u yerdagi qo'ltiqishga asosiy maqsadini orqaga yurishning ahvollari nima degani, Xitoy butunlay o'ziga bir tahdid kelib qilishning oldini olish uchun Talibandek bir qurolli kuch bilan kelishim hosil qilyapti. Buni men mushular urib yiqitolmasam, buni aldab, ilmiy fikr bilan, pul bilan bir xil uzun mezgillikka azraq narsalarni negizib, o'shani ko'ndagandek azraq pul berib mushoqqa ish bo'lmaganda o'zimning bexatarligini kapolatga ega qilaman. O'zimga bo'lgan taklifdan darajasini to'valataman. Yoki bo'lmasa har xil uchurni men o'zim bila oladigan ahvolga kelman. Ishqilib buning nima o'ynayotgan, nerdan qo'l silishini men buni tushuna oladigan holatga kelman degan shaklda harakat qilyapti. Shuning uchun Xitoyning bu harakatiga qarshi biz mushularning tili bilan, mushularning tushunadiganligi bilan, mushularning şekilde Xitoyning ojizligi nazar, Pokistonda Xitoyning mayli Karachida olsun, mayli Islomobod, mayli suv qurilish qilayotgan olsun, Karachida Xitoyning eng chong atom elektr stansiyasi olsun, yoki bazasi shu yerda qilib beribdi Pokiston hukumatiga shu yerda qilib beribdi. Xitoyning shu atom nimasini qiladigan ichki xizmatlari kelib, o'tgan yil shu 7-oyda, 8-oyda kelib shu ishni qilib berib ketibdi. Demak, u yerda Xitoyning kelayotgan, mablag' selayotgan, u yerga ishlayotgan ichki xizmatchilarni aytijaq, qurilish qilayotgan suv texnika tutmida suv nimasi ombiri. Uning uchun u yerda 3000 kilometrlik yo'l degan az yo'l emas, az yo'l emas qarindoshlar. Uning uchun bu yerdagi nimasi manfaati ta'kid tushirish kerak Xitoyning. Hech bo'lmasa deganda ashadagi xalqning nafratiga, qog'ishiga ashlarning bularni aniq maqsad muddasini bilish kerak. Biz qurolliq bir ish qilolmasakmi, ish umriga tashviqot shaklida o'tirib chiqib, xalqqa, shu yerdagi shu bölgedagi xalqqa endi biz Afg'oniston xalqiga buning ziyni Xitoy bilan hamkorlashishni, Talibanlarga buning ziyni, Xitoy bilan hamkorlashishning ziyni, buni keltirib chiqadigan ziyni, bu Xitoyning bizga qilayotgan zulmini, buni yaxshi shaklda anlatishimiz kerak. Chunki ular musulmon bo'lgan ekan, ham bizning mazhabda bo'lgan ekan, bularga aniq shaklda tashviqotimizni kuchaytirib, anandan keyin ulug'ini kuchaytirishimiz kerak, xalqni kuchaytirishimiz kerak. Talibanni qo'llaydigan bir muncha xalqlar bor. Talibanni qo'llayotgan orqadagi hukumatlar bor. Masalan, Qatar bor. Bularga anlatishimiz kerak. Mayli arabcha bo'lsin, mayli shu Talibanning pushtuchisi bo'lsin, mayli ordochisi bo'lsin, nimacha bo'lsa, mushlar tillarda biz Sharq Turkistonning vaziyatini nayt ixcham shaklda 3 minut, 5 minutlik shaklda anlatadigan bir narsa qilmasak, bu şekilde vay analab ketibdi, resim chiqibdi, yo aqobni ko'p-ko'pdi, yo Xitoylar adashib ketibdi, yo vay Talibanlarmi aqchdi, ko'kchdi desak, Xitoy aqch ko'kchligini bilib turib hamkorlashyapti. Xitoy men o'zimga paylik tarafini olmayman dedi. Siz bilan biz texul bilan bilishadigan, u bilan bir tunishadigan, yoki bir musulmon shakldagi insonlar bo'lgan ekan. Texmi biz to'xtabdi. Mushuning qarindoshimga Sharq Turkiston huzuridan bir anlatay.
ma kafir muşu senin Müslümanların izivatkan muşlu bilen sen hem birleşemse siz pulun dep bolsunma dep bejo. Olaga bir şekilde onun vicdanıga, imanıga tesir kılgan şekilde gep kılışımız gerekço. Yaxşı gep taşın yarıdı deydi çok kardeşler. Yaxşı kıla alsak gep taşın yarıdı. Bunun çokum emisin kalbini yaralayımız çok. Biz şu an bir şekilde bulapma muşu meyle Arapça olsun, meyle Türkçe olsun, meyle Orduca olsun, muşu teşvikat salmaqımızla biraz küçep, bunu bir yaxşı şekilde elip biriş üçün biraz hərəkət qısa qırındaşlar. Bunu qıqılı olğan işler çok. Qıqılı olğan işler. Şunun için bunun için hərəkətlensək, biz ilqi anın ağırını, manı tillap, anında xapulap qılmay, biz üzümüz qılalayğan işler üçün teşkilinip hərəkət qısaq nayt yaxşı oldu. Qarayma qırındaşlarım. Şunun için axırı yanda qoyğunu Delta degan virus Xitaydan. Bu biraz küçükken hazır oğan vaksina oğan insanlığımı yok uyuttu. Bu vaksina oğandaki tutulay boldu bizge işini juqmaydı. Hem nimege imqalalayımız deydiğen gep emesken qarındaşlar. Bu tabi bir kişili tuyabildiğin näsem emesken. Bu xuda bir yuqumluq viruslu da cemiyetimizde burunma bir öp tüberküloz yakamızı ona oxşayan şekilde gibi bir nimeli vardı o keselle. Şuna oxşayan şekilde bu bir aşina bir bizden uzun yaşadığı oxşaydı. Şuna en mühim нәрсе üzümüzden arılık koyar, maske takar, maske takar. Dikkat kılgalıqa, kol ilişip köçtüğün yüzümüzde kılgalıqa, amil ve bekçik kılgalıqa, soruldu, edemcik geldi, o tarafa bula karşılığında jirak kılıp, dikkat kılıp, muşu virus kımı bir ağzı tedbiri koymuşsak, üzümüzü juqturup, bir aram bulap, üzümüzü juqtuğunu bilmeyen başka kendaşlığını juqturup koyda ahvaldan həzər eləsək deməkçə, anan deyken en mühim Kur'an'lama diyen üzümüzün beden sağlamlığını çiğnek arkadan bulur kendaşlar. Doğru iş filan ya bu dememez. Çiğnek üzümünden eminim düşünüp kuruldu. Her gün yarım saat, bir saat ya çiğnek jügreyle ya öyle olsun bir eğrenek bizim gibi yer bir arlapça üzümüzün sağlamlığı için hareket kıp tutsak nayt yaxşı ki yana bir çekilme uçuraydıgan dek kıp durumuz. Şu an her kışımızdan bu virus nispeten bu çekilmeden aldın ötken yılda gıdımel bekrek sezgürlük şekilde bir tayarlıqını qılıp, puxtu qılıp, ətirlik şekilde bunun hazırlığını qılıp qıymetlerden qımızaq. Magisi aytwitdə poğuşlam, bütün dünyanı qaplap gittiğen dek turdu. Xitayman qoyub itib bizden şikinde qaydıqan dek turdu hazır ahvalda. Şuna yakın xəbər və bulavatqan bizge dair siyaset biraz ciddi bulunğan dek qıp turdu. İnşallah vətənimiz, xalqımız üçün bir xeyirlik boğusu. Şunun için her daim uşuyar, her daim tayarlıqını tutursak, biz hiç kaçan məğlub olmayımız. Tayarlıqsa demiştik məğlub olab gidiyor. Hiç qanay həmimiz yok, düşüncimiz yok, ya tayarlığımız yok, ya meyli ideal cəhətdə olsun, meyli beden cəhətdə olsun, hiç qanayımız yok olsa vaxtında məğlub olab gidiyoruz. Şunun için her zaman tayarlıq halətdə, her zaman özümüzü bir ciddi halətdə vətən üçün her kaçan bir tayar doğu halətdə olsaq inşallah yaxşı nəticələrini qola alalayımız deb o'ylayman. Yaxshi taklif fikr bo'lsa yo'llab qo'yishingni mening bu inkasi yozga yarayman sog'lom bo'ldi. Yoki mening WhatsApp nomerim, o'sha ilxat nomerlarim mening ostida va ekranning ostidagi meni cheksanglar, yozmani cheksanglar, o'sha yerda anandan keyin bu programmamizni taqib qo'yishingni, bu qanday a'zo bo'lgan bo'lsang a'zo bo'lib qo'yishingni so'rayman. Chunki men o'zimning çevresideki insanlarla kılalayım. Sizler üzerine çevresideki insanlar bundan şekilde bu çevresiz kendinden gibi. Eğer nurun kırnaştığımız bundan da paylanıp kıp kalsa, bu haberlerden vaxtı da vaxtını kıp kalsa nayet yaxşı da söyleyemem. Hemen Cenab-ı Allah'a teşekkür. Selamun aleyküm ve rahmetullahi.